Endi bugungi kunga kelib to'g'rilashimiz kerak bo'lgan masalalardan bittasi o'g'il bolalarimizni doyalikka o'qitishlikni bas qilaylik birodarlar, endi to'xtataylik endi. Bu sharmandachilikdir. Mayli sobiq ittifoq davrida mubtalo bo'ldi shunga. Erkak odamlar doya bo'lishi oddiy narsa deb bilindi. Ayollar orasida erkakning qo'li yengil bo'ladi deb erkak doyaga muxlislik ko'payildi. Lekin endi bu uyat bo'ladi endi. Endi to'xtash kerak. Musulmon ayol kishi masalan eri qaytarishi mumkin bo'lmagan xizmatlar bor. Eri qaytarish mumkin bo'lmagan xizmatlardan bittasi doyalik. Chunki farzi kifoya u. Ayollarga bu xizmat kerak bo'ladi. Bir ayol doyalik qilaman, shu qishloqda doya yo'q. Biroda ayol doyalik qilaman deyapti, eri uni qaytara olmaydi. Farzi kifoya bo'lib turibdi. Mana shu narsa bu ayollarga xos bo'lgan masalada. Har qayerda izlasa ayollardan doyalar topiladi. Shuning uchun bu erkak kishining doya bo'lishi musulmonchilikka ko'p ham to'g'ri kelavermaydi. Uyat bo'ladi, bu sharmandachilik masala hisoblanadi. Shuning uchun endi bundan buyog'iga bolalarni o'ziga xos bir o'qishlarga o'qitaylikda, doyalikni ayollarga qo'yib beraylik. Bu yerda qo'li yengil, qo'li og'ir bo'ladigan narsa yo'q. İnşallah Karim.